Hozirgi kunda may oylarida O'zbekiston bog'larida ko'p kuzatilgan kasalliklardan biri bu shira yoki o'simlik biti hisoblanadi. Bu daraxtdagi yangi shoxlarini suvni so'rib, uni normal rivojlanishidan to'xtatib qo'yadi. Bunga qarshi eng foydali va ko'p sinaganman, tajribadan o'tgan dori bu asosi imidakloprid va lambda-sialatrin bo'lgan preparatlarni aralashtirib ishlatish hisoblanadi. 10 litrga ikkilasidan ham 10 gram, 15 gramdan foiziga qarab sepiladi va shu holda siz shira va o'simlik bitini daraxtdan to'liq bartaraf eta olasiz. Mana shu boqqa kecha sepilgan, bugun o'ldiribdi. Lambda kontaktli dori, u darhol o'ldiradi. Imidakloprid bo'lsa, bu sistemali dori, bu mevali daraxtni tarkibida bargida orqali qolib 20 kungacha ham bu daraxtlarga shira yoki o'simlik biti kelishini oldini oladi.